Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, obunachilarimiz. Xo'p, hozirda mebel markazidamiz Andijon viloyatidagi onajonlarimiz va ayolimizni xursand qilish uchun kuhni naborlarimizni Xudo xolasa usta akamiz bilan razmerlari, barcha ma'lumotlari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akalar, Qolgan usta akamiz o'zi bilan ma'lumotlarni olaverasizlar. Rahmat, Allohga. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Xo'p, aka, bunimiz Ko'rkam aka. Obunachilarga qiziq bo'lsa oxirida aytib o'tamiz. Xudo xolasa bo'laveradi. Bundan boshlaymiz bunda. Bundan boshlaymiz, ha. Bo'ldi. Bunimiz 3 metrli razmerimiz, akril material, 225 balandligi, stanisator, rossiyskiy zavodskoy, orqalari kafel, bu yerga vitishka, gazi tushadi. Bu yerga duxovka tushadi, bu yerga gazi. Mana xaladonlarimiz, ikki taraf nima? Ikki taraf eshiklari. Fasonimiz chiroyli chiqqan, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu chekalarimizga mana mo'lka qo'ysa bo'ladi, bu yerga ham, bu yerga qo'ysa bo'ladi. Ikki taraflama qilib qo'yilgan, qulaylik bo'lsin. Bu tarafda deydiganlar bu tarafda, bu taraf deydigan bu taraf. Bu yerga gaz balon qo'yib foydalansa bo'ladi. Mosho-moshulari Xudo xolasa vakuumli, qo'lni rezina, pix, kromka bo'lgan. Telefon chiroqlarimizgacha bor. 3 xil rangda yonadi bu ham. Ha, juda ham yaxshi. 3 xil rangda yonadi. Rasvetkalarimiz bor. Xohlagan rangida, xohlagan nimasida chiqarib berilaveradi. Xo'p, dastavkalarimiz. Dastavkalarimiz Andijonning ichiga qilib beramiz. Ustanovka dastavkalarimiz bor. Boshqa viloyatlar bo'lsa, endi Namangan, Farg'onadan bo'ladigan bo'lsa, ustanovkasi ichida golkalar kelishilgan holatda. Juda ham yaxshi. Xo'p, bularimiz nabori ichida bo'ladimi yoki alohida xarid qilishadimi? Ustidagi gazi vitishkasini o'zi oladi. Bizga endi mo'yka, shushulka, semistitlarni qo'yib beramiz. Ichida ketadi. Bonusiga shularimiz bor. Ha, juda ham yaxshi. Demak, bu yerga mo'yka qo'yiladi albatta. Mo'yka qo'yiladi. Bemalol kesib. Bunimizga kelsak, high-tech fasonimiz, antresoli deyiladi. Bunimiz 260 balandligi, 390 enigacha. 390 eniga. Xo'p, buni pagana metriga hisoblasak 2 million 900, 3 milliongacha qilinyapti. 2 million 800 shunaqa narxda chiqyapti. Nimalar stansiyalar qalinidan, yaxshisidan qilingan. Xudo xolasa ishib ketmaydi. Ha, Xudo xolasa musur parqlarimiz bor, nimalari bor. Vakuumli, ponni yaxshisidan narsadan qo'yilgan. Mollarimiz endi bolalar endi olib kelgan, endi qilinadi bular. Mo'ykalarimiz endi qo'yiladi. Hamma yo'q bor. Xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Materiallar yaxshisidan ishlatilgan. Bu yerga shushulkasini o'rni bor. Pix, kromka bosilgan. Ponni rezina, pix, kromka, apparatda bosilgan, ruchnoy emas. Juda ham yaxshi. Buni ham xohlagan rasvetkasida qilib bersangiz bo'laveradi. Buni ham bo'laveradi, xohlagan narsa qilib bersak bo'laveradi. Juda ham yaxshi. Endi bunimiz bor mana. Xo'p. Bu ixchamrog'i? Ha, bunimiz ixchamroq 245 eni, 235 balandligi chiqqan, akril material. Yaxshisidan. Bu yerga gazda o'rni ochilgan, bu yerga mo'ykasi bor. Uni rezina, pix, kromka bo'lgan bu ham. Bu yerga shushulkasini o'rni bu yer. Ha, bunimiz mosholari hammasi yaxshisidan qo'yilgan. Gaz balonga joyi yo'q. Agar aytsa qo'yib beraverasiz. Ha. Buni hozir 3 metr joyga tushaveradi. Bitta xaladenligi bo'lsa, pulni 3 metr joyga tushaveradi. To'g'ri, 3 metr joyga tushadi. Yaxshi. Shu. Bu vitishkamiz o'rni bu. Vitishkamiz o'rni. Keyin bunimiz bor. 235 eni, 225 balandligi chiqadi. Bu ham mana 3 metr joyga tushaveradi. Bitta xaladenligi bilan, 60 xaladenligi bilan tushaveradi. Buni ham mana mo'yka, shushulka, semistitillari bor, qo'yib beramiz. 3,5 million so'm narxi buni. 3,5 million so'mga qilib beriladi bular. Juda ham yaxshi. Mosholar hamma yo'q yaxshisidan ishlatilgan. Akril material, laminat emas. Aha. Yaxshisidan qilingan aka bu. Juda zo'r. Agar yoqayotgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Agar o'zingizlarga qiynalgan qanaqangi savollaringiz bo'lsa, kommentariyada izohlarda qoldiringlar. Usta akamiz o'zi ham bemalol javob qaytaradi. Xo'p, burchoy oshxonalarimiz uchun mo'ljallangan ishimizda demak. Xo'p, bunimiz ma'lumoti. 260 ga Bruel 2 metrli, bu yog'i 260 ga 2 metrli bu yog'i. Ha, bu yog'i 2 metr. Ha, bu yog'i 2 metrli. Burchoy holatda ishlatilgan. Xo'p. Holatda ishlatilgan. Bu yerda gaz bor. Gazi, vitishkasi tushaveradi bunga. Gaz balon o'rnatilgan joyi. Xo'p. Mo'ykani xohlasa bu yerga, xohlasa bu yerga qo'yib beraveradi. Qo'ysa bo'laveradi. Farqi yo'q uni. Juda ham yaxshi. Bu yerda ham shu shkaf ishlatilgan mana. Bu yerda ham shkafi bor ekan. Bu chachak, dasturxon bu narsa qo'ysa bo'laveradi. Akril materialda. Svetlarimiz uchuli yonadi. Telefonlari bor. Juda zo'r. Shu rangni ishlatilgan.
Juda ham zo'r. Buni ham Buni Komplektida bunimizni ham yo'limiz bor. pagana metriga hisoblasak 2 million 300 2 million 400 mingdan chiqaradi buniki. 2400 Burchali. Bunimiz zavodskiy burchak ishlatilgan bunga. Komplektlar ichki holat. Keng holatda bemalol ko'p narsa sig'ib ketadi buning ichiga. Juda ham yaxshi. Bunimiz bor 240 lik. Agar hozirda domlarimiz uchun zamonaviy qilib, hali idish yuvadigan mashinalar chiqib ketgan-ku, uni buning ichiga o'rnatib bersangiz ham bo'ladi, ha? Bo'ladi, ichiga o'rnatsa bo'ladi buni. Ichiga o'rnatib olsanglar ham bo'ladi, ha? Uni qilib bersak bo'ladi. Uni ham ustanovkalarni zakazga qarab qilib berishadi akalarimiz. Ixchamroq modelimiz bor ekan. Bu ham 240 lik razmeri, 235 balandligiga chiqqan buni. Aha. Bu turish holati 4 million so'm kami bor. Mo'yka shushulka semistitl qo'yib beramiz. Bunaqa tomi qalinligi sababli uchun. Xo'p, Orqalari granit. bizni obunachilarimizga chegirmamiz bormi? Chegirmamiz bor, xudo O'tib xolasa. beradigan holatimiz bor, beriladi, ha? ha? Xo'p, juda ham yaxshi. Juda zo'r. Davchilarimiz ishlatilgan ekan. Xo'p. Xohlagan svetingizda, xohlagan rasvetingizda bemalol qilib bera olasiz. Bor, kichkina razmer deganlar. Domlarga tushaveradi bu ham. Ha, domlarga tushadi. Razmeri qancha? Necha? 120 lik bu. 120 lik. Demak, buni qoshida farqi bor ekan xolasa, bilishim bo'yicha. Materiallari akril material ishlatilgan. Ularimiz 2 million, 1 million 200 ming so'mdan qilingan. 1 million 200 ming so'mdan. Bularimizni? Beriladi. Bu tagimi? Bular taylik, shu mo'yka qo'yib foydalansa bo'laveradi bunga. Ha, uni ham alohida xarid qilsa bo'ladi. Alohida, 300 ming so'm, 400 ming so'mlik narsalar bular. Juda ham zo'r. Mebelimizga kombinatsiya qilib. Xohlasanglar bunaqa chokko varianti ham bor ekan. Maloshnik, Kremli, maloshnik, tepasi maloshnik, karishnik, ham yaxshi ishlatilgan narsalar. Material akril. Ikki tarafli mo'yka tushaveradi bunga. Foydalansa bo'ladi. Qaraganimizda ishtahamiz ochadigan narsalar bor ekan. Xo'p, demak, boshidagi shohona va zamonaviy bo'lgan komplektimizga keldik. Nihoyat, shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like tugmasini bosib qo'ying va o'zingizni izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Narxiga arziydimi bu ko'rayotgan narsalarimiz? Xo'p, Bunimizni endi optim narxi mana shu turish holatiga 10 million so'm deb kamini qilib beryapmiz. Ustanovkasini qilib beramiz ichida. hozir hamma yo'q ichida-ya buni. Nabor Gazlari holati. bor. Ha, gazi, vitishka, mo'yka, shushulka, semistitl, qo'shib poddomigacha bor. 10 million so'm. 10 million so'm. Endi Metriga kelsak, 340 lik razmeri, 235 balandligi keladi. o'tib beradigan holatini o'ziga aloqa Ha, etishsa, xudo xolasa o'tib chiroyli qilib beramiz. Buni ham Yo'q, gaz bilan qilaveramiz. tushadi. gaz balon tushar ekan. Tepasiga xohlagan narsalarni qo'yaverasizlar. Eng qizig'i bu kashtan emandik, yaxshi material. Xudo xolasa akrillarimiz eng yaxshi narsalardan ishlatilgan bunga. Ponni oshiq-moshiqlari yu boshqasi yu rezina, pix, kromka. Eng qizig'i ko'taraveradi ham mana bizni. Juda zo'r. 85 kilomi bemalol ko'taradi. Juda zo'r. Gonalarimiz shot ishlangan. Xudo xolasa. Bu aynaklarni ham xohlaganda qo'yib bera rangini olasiz. qo'yib bera olamiz. Xohlaganda fasonda qo'yib bera olasiz. Xo'p. Buni ham xohlagan rasvetkalaringizni tanlayverasiz. 10 million so'mdan jichi ozmoz ustakamiz o'zi Pagana o'tib beradi. metriga 2 million 300 ming so'mdan qilib beriladi. Gaz vitishkasidan tashqari. Xo'p. Bonusiga yana mo'ykasi bor, semistitli, dozatori, shushulkasi bor mana. Qoshiq poddomigacha bor. Ha, qo'shib poddomigacha komplekt holat. Juda ham zo'r yog'larni. Pagana metriga shu 2 million 300 ming so'mdan qilib beriladi. Mana Xo'p. barniz stoykasini o'zi ham 500 ming so'mlik narsa bu. Barniz stoykani o'zi ham. 10 million so'mning ichida ketadi bu. 10 million so'mning ichida mana shu ketadi. Nabor holat. Pagana metriga hisoblasak 2 million 300 ming so'mdan pagana metri, shuni ham tushunishib olsin. Xo'p. Monosdan tashqari, gazi vitishkasidan tashqari pagana 1 metr pagana metriga 2 million 300 ming so'mdan. Buni metriga qildirsa, bunisini o'zi olib oladi. Xo'p. Gazi Pagana metr deganda bo'yiga hisoblanadimi, eniga hisoblanadimi? eniga hisoblanadi, bo'yi hisoblanmaydi. Ha, bo'yi hisoblanmaydi, eniga hisoblanadi. Demak, juda ham yaxshi. Xo'p. Yoqqan bo'lsa, doimiy aytamiz, bitta like tugmasini bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Kanalimizda bundan-da yaxshi va bundan-da ko'proq assortimentlarimiz bor. Xohlagan turdagi mebellaringizni shu kanaldan topib xarid qilishingiz mumkin. Bizning kanalimizda nomidan chiqadigan bo'lsalar, albatta chegirmasi bor. Xo'p. Rahmat hammaga.